Hop, describe nima degan o'zi? Tasvirlamoq. Tasvirlamoq to'g'ri. Ya'ni beshinchi unitda describing people, ya'ni insonlarni tasvirlash, ya'ni tashqi ko'rinishini, bo'yini, ya'ni nima desa bo'ladi, ya'ni teri rangini tasvirlamoq. Describe. Hop, A partda height. Adashmasam height bo'lsa kerak. Bitta tekshirib olaylikchi. Height bo'lishi kerak ya hatmikan. Height. Ha, height ekan talaffuzi, ya'ni bo'yga nisbatan. Height and weight. Weight esa bu vaznga nisbatan foydalaniladi. Hop, the first one, Bettina Schwenke is a very tall woman. Ya'ni tall degani bu yerda novcha deb yodlaganmiz. Buni yodlaysizlar. Ya'ni tall woman, ya'ni novcha yoki juda baland degan ma'noda. Tom Jacks is a quite short. Quite ma'nosi endi kontekstga qarab o'zgaradi. Yozilishiga e'tibor beringlar. Biroz degan ma'noni bildiradi. Bu kontekstga qarab o'zgarib ketaveradi. Ya'ni ancha degan ma'nosi ham bor. Bu yerda quite short degani biroz pakana, ya'ni kalta degan ma'noni bildiryapti. Hop, if you aren't tall or short, agar siz ya'ni novcha ham yoki pakana ham bo'lmasangiz, you are of medium height. Medium height degani o'rta bo'yli degan holatda keladi. O'rta bo'yli. Ya'ni o'rta bo'yli insonlarni biz medium height deb gapirasizlar. Ya'ni misol aytaylik, men o'rta bo'yli odam bo'lsam, I am a medium height deb gapiraman. Ya'ni men o'rta bo'yli insonman degan ma'noda. Juda baland ham emasman yoki pakana ham emasman degan ma'noda. Os. Bo'ldi. Xo'p, keyingisi Agatha Sanchez is really slim. Slimni ma'nosi bu yerda pozitiv ma'noda kelyapti. Slim ko'pincha ayol kishini tasvirlashda foydalanamiz. Ya'ni nima desak bo'ladi? Qizcha bel deb ishlatamiz yoki ozg'in degan ma'noda kelyapti. Bu yerda pozitiv, ya'ni ijobiy ma'noni bildiradigan holatda, ya'ni nima desak bo'ladi? Qizcha bel deymizmi? Bel yoki nozik inson deymiz. Ayollarga nisbatan nozik ayol deb gapiramiz, shunga nisbatan foydalanamiz. Lekin I was very thin when I was in hospital deganda thinni ma'nosi nima deb yodlaganmiz? Ozg'in. Arraq yoki ozg'in deb ataymiz. Ikkalasi ham ozg'in degan ma'noni bildiradi, lekin slim bizda ijobiy, ya'ni positive, ya'ni nozik, ya'ni ozg'in degan ma'no, lekin pozitiv ma'noda. Endi thin esa negativ ma'noda kelyapti, ozg'in. Bu yerda ham ta'kidlab ketyapti, slim is more polite than thin deyapti ekan. Ya'ni slim ko'proq naqalar, odobliroq aytish shuni. Ya'ni arvoq ekansiz deyishdan ko'ra, как ozg'inroq ekansiz deyish yaxshiroq deyapti. Keyingisi, the doctor said I'm overweight. Nima degani Feruza bu? Hop, Dilaroba aytingchi siz. Juda og'ir, juda semiz ma'nosida. Mhm. Gap tarjima qiling. Doktor menga aytdi, Hop. doktor aytdi, men juda semizman. Ha, ya'ni doktorning aytishicha men juda ham semizman yoki ortiqcha vaznga egaman. Hop, farqli jihati bor. Overweight bizda, ya'ni odobliroq qilib aytishimiz mumkin. Endi siz ko'ringan insonga qarab semiz ekansiz demaymiz-u, ortiqcha vaznga ega ekansiz deyishimiz bizga sal ya'ni xushmuomalaliroq eshitiladi. Ikkinchisi, their cat is very fat. Fatni biz endi qo'pol eshitiladi, ya'ni semiz deb aytib ketaveramiz. It needs to go on diet. Mana shuni ham o'ylaysizlar, go on diet degani ya'ni dieta qilmoq. Ya'ni shu bilan keladi xolos. Dieta qilmoq. Sizlarga savol. Mana tibbiyotda o'qiysizlar. Dieta qilmoq deganda birorta nima desa bo'ladi? Ma'lum bir turdagi ovqatdan voz kechib, faqat shu yog'siz taom yeyishga biz dieta deymizmi yoki boshqa narsagami? Oysha, Feruza, sizlarga savol.
E, ovozim bormayapti meni. Shukr. Kelyapti domla ovoz. Nima deysiz, Dilrabo siz? Mayli, buni tashlab ketamiz. Jim bo'lib qoldinglar. Hop, Ovozim eshitilyaptimi ustoz? endi keldi. Anaqa, Oysha. Ani dieta qilmoq bo'ladigan bo'lsa, ana shu ma'lum bir turdagi oziq-ovqat mahsulotlaridan kechib, masalan, e, kletchatkani kamaytiribroq deydi-yu, ana shunaqa qilish yo bo'lmasam, e, haligi qiladigan harakatiga qarab turib, kaloriyasini hisoblab turib, shunga qarab ovqatlanish kerak bo'lsa kerak. Qisman to'g'ri, lekin to'g'ri. Ya'ni ko'pchilik dieta degani faqat anaqa parhez ovqatlar tushunadi, shunga nisbatan savol berdim. Mayli, bu mavzudan tashqari edi. B part, face and head, ya'ni yuz va bosh qismi. Suri has a dark skin. Dark skin degani bu qora tanli insonlarga nisbatan foydalansak bo'ladi, ya'ni qora terili insonlarga nisbatan dark hair va shu qora terili va qora sochli inson. She has brown eyes. Brown eyes degani brownni biz jigarrang deb atasak bo'ladi. Brown ya'ni jigarrang. Keyin esa Polly has blonde or fair hair and fair skin. Bu yerdagi qatordagilar hammasi malla deb atsak bo'ladi. Malla yoki sariq deb atsak ham bo'laveradi. Ya'ni blonde, fair degan ma'nolari. Keyin esa she has blue eyes. Blue eyes degani bu yerda movie ko'zlarga nisbatan aytamiz. Movie. Keyin esa Ben has a beard and long hair. Beard degani bu yerda soqolga nisbatan ishlatamiz. Ya'ni soqolga nisbatan. Okay, and long hair and he has green eyes. Endi green eyes endi ko'k ko'zlarga nisbatan. Moviy ko'z bilan ko'k ko'zda farqi bor. Xo'p, keyin esa Lucas has a mustache. Mustache degani mo'ylov degan ma'noda kelyapti. Xo'p. Mo'ylov degan ma'noda kelyapti. Shuni yodlashinglar kerak. You can also use has got, for example, Siri has got, ya'ni have got, has got strukturadan foydalansangiz ham bo'ladi. Ya'ni insonlarni tashqi ko'rinishini tasvirlashda, o'zida bor xususiyatini tasvirlashda. Next one, my mother is very beautiful woman. Ya'ni mening onam juda ham chiroyli ayol. Okay, my dad is very good looking man. Good looking nima degani kim biladi? Kelishgan, yaxshi ko'rinishda bo'ladimi? To'g'ri. Erkak kishiga nisbatan ko'pincha foydalaniladi. Ya'ni kelishgan, ya'ni yaxshi ko'rinishli. Ya'ni erkak kishiga nisbatan beautiful demaymiz-u. Ya'ni shunday desak to'g'riroq bo'ladi, o'rinliroq. Common mistakes, people are tall deb ishlatishimiz to'g'ri, lekin high deb qo'ymanglar. Ya'ni bo'yga nisbatan biz tall ishlatamiz, ya'ni balandlikka nisbatan high. Okay, people have blonde or dark hair. Hairs deb qo'ymang. Hair chunki bu yerda sanalmaydigan ot hisoblanadi, ya'ni sochlar. Xo'p, keyin esa my sister is pretty. Pretty degani bu o'ta chiroyli degan ma'noni bildiradi. Pretty ni ma'nosi ya'ni juda go'zal degan ma'noni bildiradi. Buni asosan ayollar va qizlarga nisbatan foydalaniladi. Erkaklarga nisbatan emas. Keyingisi agar prettydan keyin sifat kelib qoladigan bo'lsa, bu yerda juda rosa degan ma'noni bildiradi, ya'ni juda ham degan ma'noni bildiradi. Misol aytaylik. Hop. Pretty big deydigan bo'lsak, nima degan ma'noni bildiradi? Oysha bu yerda. Pretty big. Judayam katta. Da, agar pretty sifatdan oldin keladigan bo'lsa, juda ham degan ma'noni, orttirma daraja berish uchun foydalanamiz. Agar erkin holatda keladigan bo'lsa, bu go'zal, chiroyli degan ma'noni bildiradi. Tushundinglar-a? O'sha bu listeningda juda ham kelib ketadi. Misol aytaylik, I'm pretty good deb gapiradi. Men juda ham yaxshiman deb gapiradi. Yoki I'm doing pretty good. Ya'ni men juda ham yaxshi ketyapti ishlarim degan ma'noni bildirish uchun. Bu yerda chiroyli degan emas. Misol aytaylik, my sister is pretty deb gapirsak, meni singlim juda ham chiroyli degan ma'noni bildirish mumkin. Chunki erkin holatda kelgani uchun. Xo'p, keyingisi Bob is an ugly man. Ugly degani bu xunuk, tasqara degan ma'noni bildiradi. Ugly. Xunuk deb aytib ko'raylik. Yoki tasqara degan ma'nosi ham bor. Ya'ni ugly man. Ya'ni Bob juda ham
xunuk inson. Ya'ni buni xunukni teskarisi beautifulga teng yoki kelishgan bilan bir xil. Keyingisi I'm not ugly or beautiful. Agar men shu chiroyli emasman, xunuk ham emasman desak, I'm just average looking degani o'rtacha husnga inson. Average deb bo'lmaydi, average. Average looking. Ya'ni o'rtacha husnli insonga nisbatan. O'rtacha husnga ega. Feruza shaydamsiz? Yerdaman, domla ovozim boryaptimi? Ha, kelyapti. Bo'ldi, şeyda ekansiz. Hop, C part age, ya'ni yoshni tasvirlash bo'yicha, ya'ni my grandmother is 97. She is very old. My sister is 14. She's young, but would like to be older. Ya'ni katta bo'lishni xohlaydi, ya'ni 14 yosh. My father is 56. He's middle aged. Middle aged degani o'rta yoshli degani. Bu sifat, guys. Ko'p narsa o'tishimiz kerak hali. Ya'ni o'rta yoshli degani. But would like to be younger deyapti, lekin yosh bo'lishni xohlaydi. Next one, this hospital is for elderly people. More polite than old. Elderly deyishimiz, ya'ni bu yerda ko'proq ya'ni yumshatish ma'nosida keladi. Ya'ni nuroniylar uchun deb gapiramiz. Misol, chollar uchun deb gapirmaymiz o'zbek tilida ham. Buni ham ingliz tilida elderly people desak, ya'ni yoshi katta insonlar uchun yoki nuroniylar uchun deb gapiramiz odob bilan. Chollar uchun, kampirlar uchun demaymiz. Elderly degani yoshi kattalar. Xo'p, keyingisi aytishim kerak bo'lgan narsa, qaranglar. Agar biz yoshni sifat qilib gapiradigan bo'lsak, o'rtasiga chiziqcha qo'yib gapiramiz. Misol aytaylik, men 24 yoshli odamman deydigan bo'lsam, I am 24 years year old man. Ya'ni agar men yoshga chiziqcha qo'shib gapiradigan bo'lsam, mana sifat bo'lib qoladi. Tushundinglar? Mana 24 yoshli deyishim bu sifat. Agar men I am 24 years old deb gapirsam, men 24 yosh damam bo'lib qoladi. Agar men 24 yoshli talabaman deydigan bo'lsam, I am 24 year old student deb gapirishim kerak. Mana nima qo'yishim kerak? Artikl ham qo'yib gapirishim kerak. Student deb gapirish uchun. Chunki bu sifat bo'lib qolyapti. Tushundinglarmi hozir nima deganimni? Mana bu bitta sifat deb gapirib qo'ydim. Shunga nisbatan foydalanamiz. Xo'p, yaxshi. Unda Oysha, xo'p, meni 20 yoshli do'stim bor deb gapirib beringchi. I have got 20 yoshli 20 years old friend. Sifat qilib gapirishingiz kerak-da, Oysha boni. Hozir shu narsani tushuntirib ketdim. Year old. Ha. Sadaman. 20 dan oldin artikl ham qo'yasiz, chunki undan keyin friend bor, noun bor. Okay. Xo'p, yozishga qiynalyapman kompyuterda. Mana, bo'ldi. Meni 20 yoshli do'stim bor deb gapiryapsiz. Meni do'stim 20 yoshda emas degan emasda bu. Xo'p, Hozir chiziqchalar li degan qo'shimchani beryapti-da, to'g'rimi ustoz? ha, Olib xuddi shunaqa. qarasak. Mana shu sifat bo'lib qolyapti. Endi raqamda yoshda biz sifat o'tkazib qo'ydik. Ko'plik o'tkazib olmang, ya'ni years degan narsa yo'q bu yerda. Xo'p, expression iboralar departda, ya'ni how tall is Bettina, ya'ni bo'yi necha degan ma'noda, ya'ni qanchalik baland deganda. She is 1.85 meters tall deyapti ekan. Qiz bola ham shunchalik bo'ladimi? 1.85 ekan. Yoki shunaqa deb aytsanglar ham bo'lar ekan. How heavy are you? Ya'ni vazningiz qancha deysizlar ham to'g'ri. Ya'ni how much do you weigh? Yoki necha kilo chiqasiz degan ma'noda. I weigh 62 kilos yoki 74 kilos deb aytsanglar bo'ladi. Vazninglarga nisbatan. Yoki how old is he? He is 84. Yoshga nisbatan. What does Gemma your sister look like? Look like degani bu yerda o'xshamoq degan ma'noni bildiradi. O'xshamoq. Ya'ni
Beyda nima desa bo'ladi? Feruza sizga misol. Mening do'stim dadasiga o'xshaydi deb beringchi. My friend Hop, is look like uh, his father bo'ladimi? boshqatdan ayting. My friend, Hop, friend look like bo'ladimi shundan keyin? looks like, right? Chunki bu uchinchi Looks shaxsda. like Looks like mhm, he's his father. xuddi shunaqa. Mening do'stim dadasiga o'xshaydi. Yoki misol men onamga o'xshayman desam, I look like my mother desanglar to'g'ri keladi. Ya'ni tashqi ko'rinishi bo'yicha xarakteriga nisbatan my mother. Ya'ni men onamga o'xshayman. Yani tashqi ko'rinishim bo'lishi mumkin xarakterimga nisbatan. Hop, keyingisi she's tall and dark. Ya'ni u juda ham novcha va shu qorachadan kelgan. She's very pretty. U juda ham go'zal. Tip maslahat. Some of the words on the page are a little negative. Ya'ni bu sahifadagi ba'zi so'zlar biroz salbiyroq anaqa ideya berishi mumkin. Misol semiz degan narsalar bor yoki misol pakana deyishimiz, xunuk deyishlarimiz bu bizga salbiy g'oya berishi mumkin. O'shanga ehtiyot bo'ling foydalangan deyapti. For example, it's better not to say to someone you are fat deyishingiz noo'rin hisoblanadi. Ya'ni ortiqcha vazningiz bor ekan deyishingiz yoki kimgadir ugly ekansiz deb ayta olmaymiz. Bu noo'rin hisoblanadi. Shu narsani bilib qo'yinglar yaxshiroq. Buni o'zinglar bilasizlar. Bu bo'yicha savollar yo'qmi? Yo'q, so'z tushunarli. Yaxshi.